keldik. 3-qismi birinchi elementi qo'llarimiz qarsak chaladi. Chap qo'limiz iyakka, o'ng qo'limiz belga qo'ygan holatda boshimiz aylanadi, orqaga qaytadi. Qarsak, endi esa o'ng qo'l, iyakni aylantiramiz 3, 4. Oyoq esa oyoq uchiga uramiz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Navbatdagi harakatimiz o'ngga o'tdik, qo'limiz oldinga, chapga o'tdik. Chapga o'tganimizda o'ng oyog'imiz oyoq uchiga qo'yilishiga ahamiyat bering. Yelkalab buriladi, o'shanda chiroyli bo'ladi. Endi o'ng oyoqqa o'tib aylanamiz. Ko'zlarimni qachon taniydi? Yuz burma jonim hay hay, kuydirma jonim hay hay.